Assalomu alaykum qadrli hamyurtlar. Mana bugun yana bitta obyektimizni topshirib berganmiz. Shu obyektimizga keldik. Yana davom ettiradigan joylari bor edi, davom ettirishga kelganmiz. Shu obyektimizga keladigan bo'lsak, bu obyektimiz uzunligi 60 metr, eniga 22 metr bo'ladi. Molxona qilib foydalanishga topshirib berganmiz. Usullari bunaqa baquvvatda qattiq temirdan qilib berganmiz. Mana konteyner profildan qilib berganmiz. Tepa tomonlarini tunikalarini olib bergan, tagiga bunaqa zaspanlarni, kigizlarni solib berganmiz, issiqdan saqlaydi. Bu obyektimizda уже mana foydalanilyapti. O'tgan yil qilib bergandik. Bu yil yana mana davomini qilib beryapmiz. Ishimiz sifatli, mustahkam bo'lgani uchun o'zimizga murojaat qildik, kelib yana qilib beryapmiz. Mana shunaqa firmalarga mollarni olib kelib boqish niyat qilganlarning hammasiga nasib qilsin. Videoni ko'rib like bosib qo'yasizlar. Bu yoqqa davom ettirilayotgan joyi mana. Yana bu yoqqa 30 metr qo'shib beryapmiz. Konteyner profildan bo'lyapti. Ko'rib baho berishinglar mumkinmi? Kimda kim shunaqa chorvachilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, proyektlarni ham o'zimiz qilib beraveramiz. Ekranga nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Barcha mahsulotlar o'zimizda mavjud. Kelishilgan narxlarda sifatli, mustahkam qilib bitkazib beramiz. Chorvachilikka qiziqayotgan do'stlarga jo'natib qo'yasizlar.